Siz ham tijorat banklari mobil ilovalaridan shunday tarzda xabar oldingizmi? Xavotirga o'rin yo'q. Tijorat banklari o'zlarining mijozlarini qo'shimcha xavfsizligi uchun mobil ilovalariga antivirus dasturini ishlashni joriy qildi. Bunda sizning telefoningizga zararli APK formatdagi fayllar o'zingiz bilmagan holda yuklab olgan bo'lsangiz, Tijorat banki mobil ilovasi sizga shunday tarzda xabarnoma jo'natadi. Endi esa ushbu zararli ilovani qanday o'chirishni ko'rib chiqamiz. Mobil ilovada keltirilgan xabarnomadagi ko'rsatma bo'yicha bajarishingizni tavsiya beramiz. Yoki bo'lmasam, telefoningizni sozlanmalar bo'limiga kiring, dasturlar bo'limiga o'tib, shu yerda shubhali MIP, taklifnoma va shunga o'xshash shubhali ilovalarni o'chirib tashlang. Agarda sizga Markaziy bank, Tijorat banki yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlardanmiz deb qo'ng'iroq qilib, sizni telefoningizda zararli APK formatdagi fayllar bor, shu fayllarni o'chirishga yordam beramiz deb aytsa, ishonmang. Yoki Telegram messenjeridan sizga shu tarzda yordam beramiz deb shubhali havola yoki antivirus ilova deb jo'natsa, ishonmang. Darhol suhbatni to'xtatishingizni tavsiya qilamiz.